Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 61 soniga hoş geldinglar. Bugun biz hozirgi vaziyat va kelgusimiz tema xato o'qibdi. Hozirgi vaziyat to'g'risida Mamtumin A'lo afandim bilan suhbat kirishimiz. Bugun biz hukumatimizningki Cumhur raisi Mamtumin A'lo afandimni bu suhbatimizda taklif qildik. Mamtumin A'lo afandim, suhbatimizga hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugungi temamizningki yezilish xato o'qibdi asli vaziyat va mulohiza degan temamiz. Buniki 7-si. Buning 7-si bo'lishiga sabab buningdan burun biz bu tema ustida o'xshamagan odamlar bilan o'xshamagan temalarda vaziyat ustida suhbat olib qolgandik. Hozirgi bugungi kunga kelganda bu xalqaro vaziyat shiddatli o'zgaryapti. Bu Suriya vaziyati to'liq qiziq nuqtaga aylanib, bir Uyg'ur generalining barliq kelishi bilan hamma odamning qiziqadigan nuqtasiga aylanib qoldi. Ammo biz bu nuqtada jiq to'xtalmaymiz, chunki buning oldida Mamtumin A'lo afandim bu to'g'riliq to'xtalib, hukumatimizning maydonini aniq ifodalab qo'ygan. Shundaqdimi? Bugun faqat ozroq to'xtalib hukumatimizning maydonini ifodalaymiz. Asosli Amerikaningki vaziyat ustida to'xtalamiz. Men gapni jiq qilmay oldu bilan hozirgi Suriya vaziyatining qiziq nuqtaga aylanganligi uchun bunga hukumatimizning maydoni bir deb o'tgan bo'lsangiz marhamat. Mamtumin A'lo afandim. Hükümetiimizdeki meydani, bu vaxtki meydani, yani Suriye'de barlıq kelayotgan yeni vaziyetler, özgürüşler, peraz qiyğılı ve peraz qınmaydigan, qiyğıl bulmaydigan kelgüsü haqqıdaki qaraşları asasen özgermedi, aldırab özgermeydi. Bunda buluşunun sebebi birisi bu vaziyetni barlıq keltiriyotgan güçler asasen o'xshash. İkincisi bizdeki Suriye'de o'ttirg'i chiqqan bazı Uyghur mujahid qarindoshlarimizningki bu kuchlar tarafidan o'yintilishi hech ham o'zgarmadi, ham o'zgarmaydi. Uchinchisi bizdeki Suriye'deki vaziyat haqida faqat andishimiz bor. Bu andishimiz asasen bizdeki 1995-96 bulup mu Xitayning 7. numurluq maxfiy hücretidan keyin chet eldeki Sharqiy Turkiston kuchlarini yetim qaldirish va ularni parchalab eng oxiri vayron qilishdan iborat bir strategiyasiga xizmat qildirilayotgan bir qism aşırı diniy kuchlarningki Suriyada barliq kelishini biz shu 30 yilga yaqin Xitoy oynayotgan bir senariyanın bir parçası deb qaraymiz. Men yaqında anglasam Türkiye'de nurg'ulg'an kishilar Uyg'urlarni Suriyaga berishga bo'libmi Suriyadagi Uyg'urlar, yani hozirgi hukumatga kirgan Uyg'urlar Türkiye'dagi Uyg'urlarni Suriyaga berishga da'vat qilibdi. Bu da'vatning orqasida nihoyatda go'zal nimalar bor, va'dalar bor. Yani tizkirenmeye kapkalsanlı bulmaydı. Suriye yeni bir hükümet teşkilatıdı. Suriye ahalisinin 10 milyonun 15 milyon çeteller geçip ketken. Silik yasanlar bu ahalilerinin boşluğunu dolduruslar. Suriye hükümeti en ahirsilerge kimlik verdi o diyendekte. Ben bununla kartacık toxtalmayman ama en akallisi vaziyetini küzüp bekiş aşkerindaşlarım şundak bir tavsiyani berman. Vaziyat bu kadar tez, bu kadar tuyuqsiz ve bu kadar adamның aqlini lal qiladigan şekilde o'zgarayotgan vaqtida aqli bir insonning qildig'ini kutib beqish. Ana lekin oxirgi tavsiyamiz, hukumatimizning tavsiyasi shuki, biz Suriyadagi Turkiston Islom partiyasi orqali o'ttirg'i chiqarilgan, Xitoy tarafidan planlanilgan ve bizge qarlash ve bizni, yani Sharqiy Turkiston sürgündü hükümeti Katarlık az bir kısım chet eldeki teşkilatlarınki tinchlik bilan Sharqiy Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirishdan iborat bu maqsadini oxir qitim vayron qilishdan iborat bir to'ziqning borligini har vaqt biz eskartib kelyapmiz. Bu to'ziqqa chet eldeki Sharqiy Turkistonliklarninki qattiq aga bo'lishiga chaqiriq qilamiz. Bizning maydonimiz shu. Gapim tugadi. Rahmat.
Suriyadagi vaziyat pek dramatik, pek tez sur'atda o'zgaryotidi. Uningga hech aql ulgurib bo'lmayotidi. Bunday vaqtda daqchishga mayoqdek sakrayvergandan ko'ra haqiqatan bizning Cumhur Reisimiz deganga o'xshash aql ishlatib saqlab turganimiz oqilonlik bo'ldi. Biz hech qilmaymiz buni nisbatan o'zimizning maydonni bildirib bo'ldik va buning hozirmi Mantunal apandim texim aniq qilib maydonimizni bildirdi. Hamda biz buning oldida siz bilan Amerikaniki saylim to'g'riliq bir suhbat qilgandik. Bu chaqda bunday tafsiliy shu chaqdagi vaziyatni bir so'zlab o'tgandingiz. Hamda saylanma tugidi. Hamda biz Amerika siyosiy vaziyati dunyo vaziyatini yetaklab mangdi deb qaraymiz. Trump qayta saylangandan keyin ko'p yangiliklar o'tirib chiqdi. Texi vazifaga ultamay turiblar. Bo'libmi Trumpningki Kanadani 51-shtat qilib ketib olish, Grenlandni setib olish va Panama kanalininki egilik huquqini qo'lga olish deganga o'xshash fikrlari chiq qo'ng'il qildi. Bunga siz qanday qaraysiz? Meningki Amerika vaziyati to'g'risidagi analizlarim ko'pincha tarixga kirib ketmayman va faqat hozirgi ahvolni o'zimizning manfaatiga yo'lantiribroq tahlil qilaman. Amerikaning manfaatiga emas, ya'ni bizning manfaatiga emas, ko'pincha Sharq Turkistonning manfaati uchun. Chunki biz eng oxirisida o'zimizning manfaatini xalqaro munosabatda chiqish qilmasak bo'lmaydi. Bo'libmi? Xuddi siz abay deb o'tib ketgandek, dunyoning siyosiy vaziyatini o'zgartiradigan bir qudratli davlat bo'lmish Amerikaninki cümleden Trump'ninki tashqi siyosati biz uchun nimalardan derak berdi deganni deb analiz qilaman. Endi bu Trump'ninki yaqinda Kanadani shtat qilib ketib olishi va Greenlandni setib olish bir chaqchaq kabi degan bir gaplari va Panama qalini qaytirishi iborat uch gapininki eng tegida Trump'ninki tashqi siyosatidagi yangi bir yuzlanishlarni ko'rib olib bo'ladi. Bunun da Kanada'nınki meselesi sel acizrak durdu. Ama Panama bilen Greenland'ninki ikilisininki Trump tarafından tilga ilinişi ve setilişi meyli bu amelgasının aşmasın. Amerika'nınki Xitay tehditini azaytışdan ibaret manmışında stratejisininki mühim bir örneği deyişki oldu. Hem de Kanada'ya geleli. Kanada'nınki yakın yıllarda Amerika bilen bo'lgan savdosi albatta burunqi pardada ketayotgan. Amerika o'zining 60% xam neftini Kanadadan kirdi. Kanada Amerikaning tarixdan beri meyli kultural jihatda bo'lsin, meyli siyosiy jihatda bo'lsin, meyli harbiy jihatda bo'lsin, eng yaqin ittifoqdoshlarning birisi. Ammo hozirgi vaqtning o'zida Kanadadagi Trudeau hukumatiga bo'lgan qarshilik Kanada xalqining qarshiligi yuqori pallaga ko'tarilyapti. Chunki Trudeau'ninki Kanadaninki iqtisodining ostilib qilishiga, ko'chmanlarninki shiddatli ko'payishiga, pul paxalligiga va boshqa ijtimoiy va iqtisodiy krizlarga qarta olib siyosatlarni ko'p qism Kanadaliklar unumsiz deb qaraydi. Uning ustiga Kanadada yerlik kanadalik aqtalliklar bilan köçmen Kanadalıklar o'ttirishdagi ziddiyat kun sari o'tkirishyapti. Buni men yili boshqacha bir xil shakl to'xtalaman bu vaqtda. Mush qatorliq masalalarda Trump hozir fursatni chin tutib, Kanadani 51-shtatga aylantirishdan iborat bir tavsiyani o'ttirib qo'yibdi. Bu qancha darajada amalga oshadi, buni bilgili bo'lmaydi. Ammo bu yana nurg'un masalalarni keltirib chiqardi. Chunki Kanada bir mustaqil ve ilgili hukukluq devlet, o Trump'ın dep koygunluğu onda asan bo'lmaydi. Gerçi Kanada xalqininki hozirgi cho'ydoq bo'lgan qarshiligi bag'ansir ishiyotgan bo'lsa-mu, ammo bu yanıla Kanada xalqininki eng oxirida o'zlarininki siyosiy qaror berish ilgidagi bir ish. Ehtimal Kanadada referendum o'tkazilishi mumkin. Bu to'g'risida hozirgi bu vaqtda hech qanday bir alomatlar yo'q. Eğer şunda bo'lib qolsa, Kanada hamda referendum o'tkazmay turib Amerika qetilanmaydi. Uning ustiga Trump'ninki o Kanadani qetilish ishimi Amerikaliklarning hammasiga yoqmasligi mumkin. Chunki bu abay deganimdek murakkab bir qonuniy asoslarga tayinladi. Shunga buni men faqatla
kelgüsüdeki bir qiyas, hatta xam xiyal deb hozir bir şey to'xtatimi. Hamda nimaga kelsak, Panama bilan Greenland ikkisi kelsak, Greenland bu nimaniki ilgari nurg'ulg'an davlatlarning mustamlakalab eng oxirisi Daniyaga berilgan. Daniya Greenlandninki üstüden o'zininki qonuniy va egilik huquqliqini yurgizadi. Greenlandning o'zi bir xil avtonomiyalik bir xil gavda. Hamda hozir Greenlandninki strategik muhimligi barg'ansi eshiyotidir. Nima uchun degan vaqtda birsi Greenlandninki jug'rafiyalik o'rni intayin muhim. Xuddi Ibn Khaldun degandek jug'rafiya bir xil taqdir. Texim muhimi siyosiy taqdir. Hozirgi geopolitikalik, ya'ni yer shariy siyosat nuqtasi ilpatqa vaqtida Greenlandninki o'rni Antarktik yoki Shimoliy muz okeanini o'z ichiga olgan va shuning a'zo davlatlarninki kelgusidagi hayot mamatiga bevosita taqiladi. Buningda Rossiya bor. Bu rayonni kontrol qilib Shimoliy muz okeanini, ya'ni qutbni kontrol qilayotgan kuchlarning birisi Rossiya. Bu yerda Amerika bor. Amerikaninki yetakchi NATO bor, qatorliqlar bor. Bu yerda bir harbiy kuch sinishish mavjud. Ham bag'ansiri eshiyotidir. İkincisi Greenlandninki yer asli boyliqlari jumladan ularninki mushuliqi kam uchraydigan moddalar deydigan bir nimalar chiqyapti hozir. Bu yuqorida ishlatiladigan bir xil moddalar. Bu Xitoydan qasillar ikkinchi cho'ng zapisi bor. Uchinchisi hamda bu ehtimal Trumpninki Greenlandni setib olman deyishdagi eng asosiy omillarning birisi Greenland Xitoyning selayotgan mablag'i hassilab eshiyotidir. Masalan, 2012 yildan tortib 2017 yilgacha Xitoyninki Greenlandga solgan mablag'i 2 milliard Amerika dollari bo'lgan va Xitoy borgan sari Greenlanddagi mustaqil bo'lishni ko'zlaydigan shu gruppa kishilar va tashkilotlarni kuch kiritib Greenlandninki mustaqillik ishlarining ilgari surishini tezlatyapti. Agar Greenland mustaqil bo'lib qolsa, bu ojiz bir davlatga aylanadi. Ojiz bir davlatga aylangandan keyin Xitoyning uni kontrol qilishi texidimmo osonlashadi va texidimmo kuchaydi. Mushundaq bir xatarlarni ko'z tutgan ahvol ostida Trumpninki hozir Greenlandni setib olman deyishi Xitoyninki ashroyiniki, ya'ni Yevropa atrofi va Shimoliy qutbninki atrofidagi ashroyinlarninki bexatarligini ko'zlashda intayin muhim. Shuning uchun Trump buni mundaq sharhladi. Ya'ni Greenlandninki qandoq bo'lishi bizningki milliy bexatarligimiz va yer shariy erkinlikka bevosita taqishadi degan gapni Trumpning o'zi dedi. Bu gap o'zi bu yerdagi milliy bexatarligimiz degan vaqtida Amerikaninki NATO'ni o'z ichiga olgan shu harbiy va siyosiy gavdaninki ichidagi shu bexatarlik bu yerga Xitoyning singib kirishini to'sishdan iborat mana shunday bir nimani strategiyani asos qilgan deb qarash bo'ldi. Endi Panamaga kelsak, Panama kanalining qurishini Amerika o'z ustiga olib qurgan. Panama kanali 1977-yilda deyman Jimmy Carter tarafidan, ya prezident Carter tarafidan vafot bo'lgan Carter tarafidan Panama hukumatiga o'tkazib berilgan. Endi yaqinqi yillardan keyin endi bu Panama kanali, ya'ni shu Ibn Khaldunning gapi bo'yicha bitqa vaqtida nurg'unlagan davlatlarningki abdal jug'rafiyalik o'rni sabablik taqdirini, siyosiy taqdirini belgilaydigan bir o'rin, garchi o'zi kichik bo'lsin. Chunki Panama kanali Atlantik okean bilan Tinch okeanni tutashtiradigan bir kanal. Kam uchraydigan bir kanal. Agar bu kanalni ishlatmasa, misol Amerikaninki eksporti shu 13,000 kilometrdan ortiqroq yo'lni besishga majbur bo'ldi. Ya'ni bular Janubiy Amerikaninki eng janubiy qismini, ya'ni nimaninki Argentinaninki janubiy qismini aylanib o'tib Tinch okeanga chiqishga majbur bo'ldi. Shu yerdan keyin Avstraliya qatorliqlarga chiqqandan. Shuning uchun bu kanal nurg'unlagan ovorchiliklarni, masalan, energiyaning isrof bo'lishi, vaqtning isrof bo'lishi, tannarxninki o'sib ketishi qatorliqlarni azaytishdagi intayin ko'ngildagidek bir tutashtirish yo'li asli.
Ammo yana o'xshash gap bilan desak, Panama kanalininki kontrol qilayotgan Panama hukumati bo'lgan bilan bu yerda Xitoyning ta'siri kunsiri kuchayyotdi. Xitoyning silayotgan mablag'i kunsiri kuchayyotdi. Endi xabaringizga hozir Latin Amerikasida eng taraqqiy qilayotgan, muqim bo'layotgan ve muşu çireklikten xali bo'layotgan birden bir devlet demesem eng yaxshisi El Salvador. İkincisi Argentina, Mele'ninki rehberlikte Argentina pul pahalılık krizisinden asla qutulyapti. Bu endi qağallarının hemisi çirek devletler. Biz bilimiz Xitoyning Peru'daki harbiy portni ilişi ve yani asla harbiy bazı aylandırış qatarlıqlar Amerika'nı ciddi endişe silayapti. Yani yığıp esak Xitoyning Latin Amerikası devletleriga singib kirishi kunsiri kuchayyapti. Bu Amerika'nı endişelendirdi. Şu sebepten eğer Amerika Panama kanalını kontrol qilmay qalsa, onu Xitoyga tatqizib qo'ysa, u vaqtda Amerika'ningki Latin Amerikasından ibaret gayet zor bir coğrafiyalik zimindeki hükümranlıkka ağır tehdit şekillendi. Şunun için Trump'ninki Panama kanalını ciddi alımen deyişinin asası var. Onun üstüge abayda ötep ketkenimde Panama kanalınınki ilgirki başqırışı kuruluştan tatip, onun pütüp işe kiriştirip başqırılış ve onunki başka nurgulluğun operasyonlarının köp kısmı Amerika hükümeti tarafından ta ki Jimmy Carter onu Panama hükümetiga tapşırıp berishda davomlashgan. Bu tapşırıp berish haqidagi bu ahdnoma 2000 yılı resmi ishga kirishtirilgan. Şimdi bu jihatdan aytgan vaqtda Trumpning ko'zlayotgani bu. Uningdan sirt Amerikada bosh ko'tarayotgan o'ngchillarninki buni ahdim ayrim to'xtalaman. O'ngchillarninki hozirgi dunyoda yo'shirin berilayotgan atkazchilik savdosi cümleden balalarını etkes qilish, balalarını yo'shirin to'shish qatorliq ishlarning ko'p qismi Panama kanalı orqali elib berilyapti degan farazlar bor. Shuning uchun dunyoviy balalar etkazchiligini to'sish va ularningki jinoyat shaykallarninki to'rlarini vayron qilishdimi Panama kanalı ustun o'rin turish mumkin. Ammo Trumpninki bu vaqtda aytgan hech qanday so'zi yo'q. Trump ballarning etkazchiligini men to'xtataman deb va'da berdi. Ammo Panama kanalini elishda Trumpninki bu va'dasi ballarning haqiqatan ballar etkazchilikni to'sishni maqsad qilamdi. Buni yanla kuzatib beqishga to'g'ri keladi. Shu gapimni yig'sam, bu 3 o'rindanki bo'libmi Greenland bilan Panama kanaliningki Trump tarafidan setilinish chaqiriqiningki tegida Amerika'nınki Xitoyninki kengayishidan ibaret mana shu tahdidga bo'lgan bir stratejisi bor bu yerda. Ammo Kanadaninki albatta ozgina aqlga sig'maydi. Chunki biz mening nazarimda elib aytgan vaqtida shaxsan mening fikrimda elib aytgan vaqtida Amerika'ninki Kanadani ilishninki hech qanday bir cho'ng bir nimasi yo'q, strategik bir ahamiyati yo'q. Amerika için. Çünkü Kanada zaten Amerika başlayan her qanday bir urushga kirib kelyapti hozirdan beri. Eng yaqin ittifoqdoshlarning birisi, uni qo'shib olishninki mening cho'ng nimasi yo'q. Ahamiyati yo'q. Menimcha bu savol bergan javobim shaqcha. Rahmat. Siz Panama kanalı bilan Greenlandninki oxiri Xitoyninki mablag' selishi va ularning singib kirishi bo'lgani uchun strategiya nuqtasidan, cho'ng taktik nuqtasidan bu Amerika'nınki aldın qurgan bir planı deb qarasak, endi Kanadaga kelganda haqiqatan siz deganingizda Kanada Amerika bilan birdagidek qilmaydi. Uningki mudofaasimi Amerika bilan birlam. Hech qanday jiq farqlanmaydi. Ammo meningcha bu Kanadaning qilishi savdo tarafdan, savdodagi bu nima taqinliq bo'lib Kanadaningki ortiq foyda olib Amerikadan qilayotgan Amerikaning ne tuğandan ki onun da ne manasını ekirip tuğandan ki, lekin Amerika'dan kırdığını az ulağa, şuna bunu tanışış için sen bizden 51. ştat olup gelsen bu işler nemiz el oldu degen madak bir gapten çıkan buluş gerek. Onun tigide hem de yana bir yanıdan çıkan haberde Amerika Kanada'nı Xitoy bilan pek yakın bulup ketmeslik agahlandırdı de bir yeni haber çıktı.
Demek bunun hemmini birleştirsek, yanala Xitoy bilan kuch elishayotgandan keyin Amerikaning shuningga o'zining irodasini ifoda qilganining bir belgisi deb qarasak bo'lamdi ekan deb. Kanada bir narsa ketib qo'yay, meningki tefekkürümni gıdıkladınız. Bu nimede Trump Meksika'ya şundaq 25% import kılıngan mallarga 25% baç koyasın dedi o. Kanada bilan Meksika ikisi da'vatida hozir. Men gapingizga tamamen qaytaraman. Ya'ni bu yerda namuvafiq, adil bo'lmagan savdo munosabatlar bor degan bir qarash bor. Ammo men Meksikaga kelgan vaqtimda Trumpninki yana bir nuqtasi bor. Ya'ni Meksika Xitoyninki Meksika orqali Amerikaga kirgizayotgan va Amerika xalqini keng ko'lamda zararlayotgan fentanil. G'oyat bir narkotik, bir chekimlikka qarshi bir nemisim bor. Bunu to'sishda Meksika hukumatiga besim tushirish orqali Meksika hukumatininki fentanilninki Amerikaga kirishini cheklash nemisim bor. Ammo Meksika hukumatininki yangidan chiqqan prezidenti ayol Amerikaga qarshi holda agar Amerika savdo bijini o'stirsa, biz Amerikadan bizga kiradigan mallarning savdo bijini o'stiramiz deb tahdid qaytdi. Ehtimol kelgusida Kanadadan ko'ra Amerika bilan Meksika o'rtasida agar Trump ching tura olsa, yaman uzoq so'ziladigan bir nima savdo urush bo'lishi mumkin. Uningdan sir Trumpning atrofidagi va uningki ergashgan, ya'ni shu o'ngchillarning orasida Meksikaninki Amerikaga davrab seldak kirayotgan, kun siri kirayotgan necha millionlagan ko'chmanlarga qarta hech qanday to'sish tadbirini qo'llanib qarta bir qarshilik sadosi bor. Kanada deb qaramaydi. Ammo endi mush jihat elib o'tgan vaqtda Meksikani jazolash orqali Trump ayni vaqtda, ya'ni 2016-yil taxtga o'tirish vaqtida bir tam qurman degan o. Amerika bilan Kanada o'rtasida 5 milliard dollar chiqimdagi tam qurman desa, u chaqda demokratlar unamagan. Endi hozir Amerikaga mayli maqsadlik bo'lsin yoki maqsadsiz bo'lsin kirgizilgan ko'chmanlarning soni Biden davrida 10 millionga bordi. Kam deganda. Buningga ketgan chiqim Trump degan 5 milliarddan necha 10 hassa ortib ketdi. Bu bir asxirlik bir avval. Endi kelgusida ko'ramiz qanday bo'ladi, buni ko'rsak bo'ladi. Bu ikki qo'shni davlatninki Amerika bilan bo'lgan munosabati meningcha xeli zo'r darajada jiriklashishi mumkin. So'zim tugadi. Rahmat. Hozir endi Trumpning bu gapi chiqqandan keyin Meksikaning prezidenti yumshadi, Trumpga nisbatan hamkorlashimiz degan ifodani bildirdi. Orqadan Kanadaning xalqi o'zining bosh ministrini tushirib o'tadigan harakatga kelyapti hozir. Uning sizmi tabrab qolgan o'rin edi. Demak, Amerikaningki siyosatiga ergashib turib, atrofdagi davlatlarning siyosati asta o'zgarib ma'nosi kerak, asta bo'ladi deb o'ylayman. Xuddi buning oldida Biden hukumatining globalizmga ergashib butun dunyoning ashundaq bir xil qaynam kirib ketganiga o'xshash. Hamda yangi saylangan hukumatning orqadan bu ishlar o'ngishlar degan qarashdimiz. Hamda eng asosiysi bu Trump saylanmasdan burunla davomliqla urush bo'lmasi kerak. Bu kim bilan Rus bilan Ukraina o'rtasida urush bo'lmasi kerak. Asli bo'lmasi kerak urushda. Buni cho'qim to'xtatmayman. Men chiqsam 24 soat ichida to'xtatmayman deb bir va'da bergan edi. Hamma odam mushni ko'rib kelyapti, qanday bo'ladi deb saqlab kelyapti. Siz qanday qaraysiz bunga? Urushni to'xtatish kimga foyda keldi? Ukraina urushi bu. Ukraina Rossiya. Urush to'xtatish dunyoga foyda keldi. Hamda yaqqalla desak, kangril desak, chunki bu yerda bir yadro urushining bir xavfi bor. Rossiyaning yadro asliyalarining zapasi Amerikaning bijaq. Albatta, u zapaslar yer sharini necha yuz qatim vayron qilish yetib oshidi. Uning hammani ishlatishni bir kun ishlasa yetadi yer sharini vayron qilishga. Unchalik bir g'alati yeri u yadro zapasının köp buluşu mühim mesadır. Ama kimli buluşu, kimnin bunu işletmesini belgilişi bu intan mühim. Bu ulanınla hayat mamatlığı ve bexaterlik için emas, belki dünyanınki, curayının emas, belki bütün yer şehrininki cümleden, yer şehrdeki insaniyetinki hayat mamatlığı münasebetlik bir iş. Ukrayna uruşu insaniyet tarixideki intayin, rezil ve paskın uruşlarının birisi. Bunun aksida intayin nurgun narsalar bor, men ko'p to'xtalmayman. Ukraina hech zaman mas'um bir davlat emas.
Rossiya mundaq emas. Ukrayna özünü qanchalik darajada qurbonlik bo'g'uchi qiyofati kirgizvog'ini bilan Ukrayna 2014-yildan tortib rezil kuchlarning qo'liga tushib bo'lgan davlat. Ayni vaqtda Yanukovichning oldida men tarixga kirib ketmay, faqat kichikgina eslab o'tib ketay buni. Men Yanukovich ayni vaqtda 8 milliard dollarlik bir mablag'ga ehtiyoji qilib, Rossiyadan so'raydi buni va Dünya Bankasıdan so'raydi. Xalqarалық International Monetary Fund'dan so'raydi. Ya'ni xalqarалық pul fondidan so'raydi. Xalqarалық pul fondi buningga 8 milliardning ustiga hozircha nimani qetib o'simni qetib berishga ma'qul bo'ladi. Rossiya buningga o'simni asosan intayin az shaklda berish. Shuning bilan Yanukovich Rossiyaninki shu vaqtdagi nimasini qarzini qabul qilish tushgan vaqtida Amerika hukumati yo'shirin oldi bilan aralashib, u yerda xalqninki Yanukovichga qarshilik namoyishini o'rlashtirib, Yanukovich taxtdan tushdi. Shundan beri Ukraina tinchsizlashdi. Ukraina har vaqt NATOga a'zo bo'lishga tirishib kelyapti. Biz Amerikaninki dangliq hozirgi siyosat analizchilari bo'lgan Tucker Carlson yoki boshqalarning nimasiga solsak, suhbatlarga nazar solsak, bu yerda deyilayotgan mutaxassislarning fikrida NATO'ninki Ukrainaninki sharqiga kengayishi bu Rossiyaninki bexatarligiga bevosita tahdid olib keladi. Uning ustiga dalillanmagan faktlar, dalillanmagan uchurlar qargan vaqtida Ukrainada Ruslarga qarshi 2014-da burun g'oyat zo'r darajada anti yoki aksil ruschilik xohishi intayin shiddat ko'paytirilgan. Urushning pilsi shu vaqtda tayyorlanib, keyin uning o't yiqilgan. Endi hozir qaraydigan bo'lsak, bu urushningki yadro urushiga aylanib ketish xavfi bor. Ikkinchisi, Ukraina bilan Rossiya ikkilisi g'oyat zo'r talafot tortdi. Bo'libmi? Ukrainada asosan urushga bag'dak erli qanmay, ular ko'chadagi erlarni tutib, mashinalarga besib, oldingi safga, ya'ni ingliz bir gappa, go'sht to'g'rash mashinasiga yo'llayotdi. Andan keyin yana bir intan ichinchi bir yeri, hozir dunyodagi eng chong muqim mablag' bo'lgan shirkat BlackRock Amerikadagi 11 trillion mablag' va bu şirket yoki bu korporatsiya Ukrainaninki yerlarininki 50%'ni olib bo'ldi. Ukraina dunyodagi ochliq jumladan bug'doy ishlab chiqarishga ikkinchi cho'ng davlat. Ularning yeri u qadar munbat. Bu ya'ni ular olib bo'ldi. Demak, Ukraina davlatlab qurilsimi, o'zining davlatining ichidagi zaminlarga ega bo'la olmaydi. Ondan yana bir ilpetqa vaqtida Assange'ning bir gapi bor. Ma'lumotlar nimada Avstraliyalik WikiLeaks'ni ichivatgan bir odamning bir gapi bor. Bunun degan gapida barliq hozirgi urushlar deydi u. Hozirgi urushlar qalbini ko'zlaydigan urush emas, balki to'xtovsiz elib beriladigan urushlar. Bu degan gap urush g'oyat zo'r pul topadigan bir mandashilpatqa vaqtida bir sanoat. Shuning uchun buni biz ba'zi odamlar buni urushni bir xil sanoat pul topishga bir yo'l deb qaraydi. Amerikadagi ba'zi siyosiylarninki bu urushni to'xtatmasligining bir yeri buningda pul yuvish maqsad qilingan deb qaraladigan iddialarmi bor. Ya'ni necha milliardlagan dollar, 100 milliarddan ortiq Amerika dollari Ukrainaga eqib kirib bo'ldi. Bu pul mushu urushni targ'ib qilgan va buningki kongressda elib berishni ilgari surgan va buning uchun jar sog'an siyosiylarninki cho'ntikiga shirin qoni sifatida kiradigan ahvollarmi boshqalar tarafidan o'tirib qo'yilyapti. Men buning qanchalik rostligini bilmayman. Mush orqali bu urush qasddan pul tepish yuzasidan tinch ko'zlanmasdan Ukrainaninki vayrani bo'lishdan hisoblanmasdan elib berilayotgan bir xil pul tepish o'yini deb qarayotganlar bor.
Bu urushda Rossiyami ig'il alsirayotidu. Rossiyami Ukrainaga tahdid silib, uningki eglik huquqininki yo'qolishini ko'zlayapti. Endi bu Trumpning siyosatiga kelsak, Trump poyitib 24 soat ichida bu urushni to'xtataman dedi. Yaqinda Trumpningki muavini, bo'lg'usi muavini shunda dediki, J.D. Vance dediki, biz ehtimol Ukrainaninki NATOga kirishni 5-10 yil va 15 yil kechiktirib turishimiz mumkin. Bu Bidenning siyosati o'xshash. Bununla Putin ve onun tashqi ishlar Lavrov, tashqi ishlar ministri keskin reddiya qildi. O ish bunda bo'lmaydi dedi. Agar Trumpningki bu yerdagi ehtimolda Trumpningki urushni to'xtataman yoki dunyoda urush bo'lmaydigan qilaman degan vaqtida bu xil tavsiyani qo'yash menimcha bu urushni to'xtatolmaydi. Uning ustiga o'xshash Trump ve onun bo'lg'usi hukumatininki İran'ni qarashlari ve İran'ni bombardıman qilish tahdidlarini elib berishi Trumpninki cho'ng ma'nodan elib etgan vaqtida dunyodagi urushlarning bo'lishining oldini olish ve onu to'xtatish tirishchanliklariga bir xil qarim-qarshilikni oshkorlaydi. Shu sababdan mening qarashimcha u Trumpninki bu jihatda nimasi yo'q. Bunaqa cho'ng bir rol o'ynayolmaydi. Agar u haqiqatan Ruslarning kutgani Ruslar ig'ir tahdid hisoblaydi NATOning o'zining kelishini. Buning uchun NATOni Ukrainada NATOning ta'sirini uzilkasiz chiqarish kerak. Uning ustiga ko'ryapmizki, Ukrainadagi urush proxy urush. Ya'ni proxy urush deganimiz cho'ng yer shariy kuchlarningki kichik va ojiz davlatlarning ichiga kirib turib, bir-birisidan bevosita bo'lmasimi vasitlik ko'rinadigan shaklda tirkishi, ta'sir kuch talishi va ma'lum ko'lamda urushni ko'rsatdi. Bu yerda mayat urushayotgani Rossiya bilan Amerika boshliqli NATO o'rtasidagi urush Ukraina iborat 3-chi bir davlatda elib berilyapti. Shuning buni proxy urushi deymiz. Xuddi Suriyadagi urushga o'xshash. Shuning uchun bu yerda bu nuqta Trumpninki Rossiya bilan bo'lgan munosabat ta'sir ko'rsatib qolmasdan, balki Trumpninki jumladan Trump yetakchi qilgan Amerikaninki NATOdagi o'rniga ta'sir ko'rsatdi. O Ukraina urushini qanday bartaraf qilinishi. Shu sababdan bu xili murakkab bo'ldi. Uning ustiga endi oxirgi bir nuqta Trumpninki bu qitim kongressda va senatorlikdagi a'zolarning ko'p bo'lsa, yuqori ovozdan ba'zi qarorlar ilinib, bu qarorni o'tib qolsa, bu vaqtda bu urushni to'xtatishda ma'lum bir diplomatiya va qonun chiqarish yo'llaridan to'xtalish mumkin. Ammo Amerikaninki xili ko'p siyosiy yo'llari bu urushda shirinkani yeyishdan iborat intan qabih qilmishlarga aralashishliq. Bularni qanday qiladi bu unda oson emas. Bu oxirisi chiqmas bir qonuniy ta'tilashlarni va hatto krizislarni barliq keltirish mumkin. Eng oxirisi bu yerda cho'nqur davlat tushunchasi bor. Ya'ni bu urushni qilayotgani cho'nqur davlat deb qaraydiganlar bor, ammo ba'zi bir nimalarga asoslangan vaqtimizda suiqasd nazarchiligi. Bu yerdagi urushni to'xtatish eng oxirsida Trump bilan cho'nqur davlat, ya'ni Amerikani tegidan kontrol qilayotgan, kontrol qilib deb qaralayotgan cho'nqur davlat o'rtasidagi to'qinishni o'rtaga chiqardi. Bu uncha oson emas. So'zim tugadi. Rahmat. Bu ikki davlatning o'rtasidagi pek cho'nqur taraflar kirib ketsak, biz bu suhbatimizga vaqt yetmaydi. Ammo Ukraina nima bo'lishidan qat'iy nazar bir independent, bir mustaqil davlat edi. Uning mustaqilligini qutlatish haqqi bor deb qaraymiz. Qanday bo'lmasin bir urush bo'lgan ekan, u asli fuqarolarga, xalqqa hech bir foyda kelmaydi. Trumpninki bu urushda o'layotgan o'zining tashviqotida beguna o'layotgan odamlarga qarab turish ashta oson ishmi? Insonchilik yotamdi degan nuqtadan chiqish qilib turib gap qildi. Ham bu urush cho'qim to'xtatish kerak deb. Mayli kimning manfaati bo'lsin, urush to'xtasa yaxshi odamlarga to'g'ri yo'lga foydasi bo'ladi. Ammo bu urushninki Xitoylarga foyda kelayotganini biz bilamiz. Bu urush to'xtasa hammadan foydasimi Xitoy ziyon tortadi. Xitoylar Rossiya bilan Ukrainani urush qilib qo'yib, balki boshqalar bor albatta. Buningdan o'zining qarniyatiga plan tuzatadi, ishlayotadi. Hamda siz diqqat qildingizmi? Bu kim bilan Rossiya bilan
Amerika o'tirsida maxfiy ko'rishishlar bo'ladi. Menimcha bular biz biladiganimiz oz bo'lishi mumkin. O'zaro ichida ko'rishib, agar ularning bir yer kelib qolgan yeri bo'lib qolsa, agar bu nuqtada bir yer kelib urush to'xtab qolsa, demak Amerika bilan Rossiyada cho'ng bir kuch bir yer kelsa, u albatta xalqaro tinchligiga, bizning kelgusimizga yaxshi bo'ladi. Mushunday bir umid turyapmiz. Jur'at gapingizni bilib o'tdim. Bu yerda Xitoy omilini tilga olmasa qolmaydi. Xitoy omilimi, Xitoymi masalan, bu urushning uzunga so'zilishini xohlaydi. Shuning uchun Xitoy ayanmay Rossiyaga yordam beryapti. Amerikadagi bir qism siyosiylar Ukrainaga ayanmay cheklimsiz shaklda milliardlagan dollarni sarf qilib yordam berayotgan bo'lsa, Xitoymi Rossiyaga hozir O'rta Osiyo orqali, jumladan Qirg'iziston orqali harbiy asarga ketadigan barliq materiallarni yo'llab beradi. Masalan, yaqinqi statistikada qarasak, Xitoy bilan Qirg'iziston o'rtasidagi savdoninki sommasi necha 10 qatlanib ketgan. Bu albatta Xitoy Qirg'iziston o'rtasidagi savdo sommasi emas. Bu Xitoy bilan Rossiya o'rtasidagi Qirg'iziston orqali elib berilayotgan, ya'ni Rossiyaninki xalqaro embargodan qechishdagi bir xil yo'li. Hamda Xitoymi bu urushning cheklimsiz kengaysa, Rossiya alsırsa, Rossiyani vayron qilib, o'zininki dunyoviy xo'ja bo'lish orzusini ishga oshirishni ko'zlayapti. Ya'ni pichqini bilab turyapti. Rossiyani bo'g'izlashni. Ichinishliqi buningda Xitoy yana g'alaba qilish mumkin. Rossiya bu urushni oxiriga yanolmaydi. Bu urush patqiga kiraverdi. Bu urushni Xitoy bu moyatda agar Xitoy bilan Amerika ikki davlat, ikki tarafni cheklimsiz qo'llab qolsa, eng oxirsida ikkili taraf jumladan Rossiya eg'ila alsiraydi. Yilimi Rossiya Xitoyning quchqiga texidimi cho'nqur yiqilyapti yoki o'ltiryapti. Bu albatta bizningki kelgusidagi ishlarimiz uchun intayin foydasiz. Endi hozir yaqinda 2-3 kun bo'ldi, Xitoydagi ba'zi torlarda shundaq bir uchurlar yoki nimalar yozilmalar yozilyaptiki, buni xitoychisini ko'rganlar biladi. Rossiyaninki jiroq sharq rayonlari, masalan Sibiriya, Vladivostokdan tortib Sibiriya, Osiyo qismiga joylashgan qismlarning ko'p qismini Xitoylar besib bilish tashabbusida bo'lyapti. Bu Xitoylarning har vaqt olib berayotgan bir hech zaman voz kechmagan zamin kengaytirish, Xitoy kengayishlikni ishga oshirishdagi bir yo'l edi. Buningda yasab chiqilgan bir tarix bor, yasab chiqilgan bir tarixiy faktlar bor, yasab chiqilgan va yolg'on bo'lgan bir xil territoriyalik datalashlar bor. Xitoylar hamon bir kuni buni rasmiy shaklda o'tirib qo'yishi mumkin. Alsirgan vaqtida Rossiya eg'ir alsirgan vaqtida u chaqda uning oldiga Amerika emas, balki Xitoy chiqishi mumkin. U vaqtda Rossiya ichidan vayron bo'lish ehtimolligim bor bu yerda. Bu jihatdan Trumpninki hozirgi chiqisi hokimiyati aqlli bir strategiya yurgizdi deb qaralsa, bu Rossiyaninki Xitoyni quchqiga tushib ketishining oldini olish uchun bo'lsa-mu, bu urushni to'xtatmasi bo'lmaydi. Chunki bu urushda Rossiya mag'lub bo'lsa, u vaqtda Amerikaga keladigan tahdid texidimi ko'paydi. Amerikaninki Yevroosiyodagi strategik o'rni texidimi ojiz. Chunki Xitoy Rossiyada bo'sh qolgan, Rossiya qoldirib ketgan bo'shliqlarga tez suratda xuddi kaltin kabi uni to'ldirishga boshlaydi. U chaqda Amerika ulgurmay qilib, hattoki bu eng oxirsida Amerikaninki ehtimol Yevroosiyodagi hozirgi mavjudligini oxirlashtirishi mumkin. Shuning uchun bu urushni to'xtatmasi bo'lmaydi Amerika. U o'zininki tubki strategik manfaat nuqtasidan bu urushninki Xitoyga foydali bo'lib ketmasligi uchun bu urushni to'xtatish kerak. Rahmat. Del mushunga misol bo'ldigani, mana yaqinda Putinninki shaxsiy aeroplani Amerika doirasiga tushib to'xtadi. Bu pek cho'ng xabar amaliyotda. Agar Putinninki bunda keldi degan gap, bular agar o'tirdi bu narsa pitishalab qolsa, Rossiya menimcha buni Xitoyninki qarniydan biladi. Agar Amerika bilan pitishalab qolsa, bu yo'l Rus bilan Amerikaninki kelishimi bilan, chiroyli kelishim bilan oxirlasa pek yaxshi bo'ladi. Bu butun dunyoga yaxshi bo'ladi deb qaraymiz. Bizga ham yaxshi bo'ladi. Bu nuqtadan biz bu vaziyatga alohida diqqat qilishimiz kerak. Hamda bizningki bu vaziyat to'g'risida gap qilganimizda yaqinda Amerikada bo'layotgan
yangi hukumatda e'lon qilgan Musk bilan Vivik'ninki boshchiligidagi unum yaratish organi DAJ degan bir yangilik bir yangilik bo'lib o'tirib chiqdi, hukumatning unumini kontrol qilish kerak deb. Hamda hukumatning bu qitimliq rasxod qonuniniki o'zgartirilishida alayda rolni ko'rsatdi. Texi nimaga o'ltamay turiblar, vazifaga o'ltamay turib. Buning kelgusiga qanday qaraysiz? Va ularning aralashishidagi bizga hozir bo'layotgan talash tortishdagi H1B viza to'g'riliq talash tortish bo'ladi. Bu nimani tushuntirdi va ko'chmanlarga qanday ta'sir ko'rsatdi? Buni mush H1B vaqa hadis to'g'risidagi talash tortishlar Amerikani qattiq qopladi. Mana shu 20 yilning oldi va keyinida bunun tegida yaman cho'nqur sababli bor. Uning ustunini ko'rib, uni ostini ko'ramasak tushunmaymiz buni. Nima uchun o H1B vizaninki tuyuqsiz o'tirib chiqib kelayotganligi to'g'risidagi nimani tuyuqsiz bo'lmaydi dunyoda hech qanday bir narsa. O'tganda bir qatim deganimdek, siyosatda tasodifiylik bo'lmaydi degan mening gapim emas. Jiq deyilgan gap bu. Hatto maqol tamsilga aylanib ketgan gap bu. Xo'sh, H1B viza deganimiz Amerikaninki Ikkinchi dunyo urushidan keyin chet eldagi malakalik va muvofiq emgak kuchlarini Amerikaga jalb qilish, shu orqali Amerikaninki tez suratda taraqqiy qilayotgan iqtisodini sarxillar bilan to'shqizish, qobiliyatli odamlar to'shqizishdan iborat mana shunday strategiyasiningki bir o'rniki. Bu jihatda elib o'tgan vaqtida bu yer sharishinki bir qism bo'lasi bilan inson kapitalininki human capital, ya'ni inson kapitalininki davlatdan olgan, ya'ni yakka bir davlatninki territoriyasidan olib dunyoviy bir bozorda dunyoviy bir shirkatlarning qo'lida ishlash orqali inson kapitalininki yer sharilishini xuddi boshqa kapital ham ashyo yoki boshqa moddiy kapitallarni yer ishga oshirgandek bir xil ishga oshirishni ko'zlagan bir oqilona siyosatda. Hamda bu viza o'tirib qo'yilgandan keyin aslidagi nimada 65 mingdek odamlarni har yili ma'lum bir shartlar bilan 3 yillik bir shirkat onun bilan to'xtam tuzishib, shu shirkat oladigan bo'ladi. U oladigan qaysi davlatdan bo'lsin, qaysi irqdan bo'lsin, qaysi dindan bo'lsin, buni şu Amerikadagi munosabatlik emgak ministerligiga yo'llab, ular tasdiqlagandan keyin u odamlarningki viza bejirilib kirib yerlashidi. Bu viza bir qatim uzartiladi, 6 yilda, anidan keyin yana qayta iltimos qiladi degandek. Ammo yaqinqi yillardan beri bu viza iltimos qildiganlarning soni masalab oshdi. Ilgari bavirlik unvoni deyiladi. Din shukrlar bu ninga layoqatli bo'ladi. Yaqinqi yillardan bo'lib Covidning oldaqida 200 mingdan ortiq odamlar bu viza orqali Amerikaga kirib, Amerikada ishlashga boshladi deb qaralyapti. Hamda bu vizaninki yaqinqi nimasiga kelgan vaqtimizda talash tortishning asosiy nimasida buni tegidan surishtirgan vaqtimizda bu yerda mundaq bir hodisa bor. Men ayrim bir temamda YouTube'da men bir mush nuqtani to'xtalgan, men qisqacha qilib. Bu yerda aqtalliklar bilan aqtallik bo'lmaganlar o'rtasidagi irqiy to'qinishmi mana mush vizani cho'rdab o'tirg'i chiqyapti. Nima uchun bu to'qinish bo'lyapti? Bu to'qinishning tegini tarixdan surishsak, Kalergi plani deydigan bir plan bor. Bu Kalergi degan dadis Avstriyalik, onasi Yaponlik bo'lgan bir odam bo'lib, bu Yevropaninki bir gavdilish ideyasini tunji qatim demasakmi, oldingi qatimlarda o'tirg'i qo'yib, bu aqtalliklar bilan aqtallik bo'lmaganlarninki irqiy jihatda to'lishib, arilish orqali xuddi qadimgi Misr olisiga o'xshash qo'ng'ir talliklarninki barliq kelishini o'tirib qo'ygan bir odam. Buning qarshiga nurg'unlagan odamlar pisand qilmagan. Ammo ba'zi suiqasd nazariyachilari buning plani yer sharchilarninki aqtalliklarni vayron qilishdagi asosliq ideyaviy manbasi deb qaraganlim bor. Hamda yana bir kitob qilish kerak, Renaud Camus deydigan bir fransiyalik var. Bunun bir nazariyasi var, ya'ni ulug' almashtirish nazariyasi deydigan. Bu ulug' almashtirish nazariyasida bu asosli nishonni musulmonlarga qaratib bo'libmi,
Afrikadan kelgan musulmonlar, Afrika ve O'rta Sharqdan kelgan soni kunsiri eshivatgan ve yerlik kulturlarga singishni rad qilib kelayotgan musulmon ko'chmanlariga qartilib, aqtanliklarning jumladan yerlik Fransuz aqtanliklarninki bular tarafidan xuddi kelkindek yopirilib kelib, ularning o'rnini bularning elishishdan iborat bir xavfni o'ttirib qo'ydi. Bu endi hozir yaqindan yozi bu ikki nazariya Amerikadagi o'ngchillarninki qaytadan diqqatiga va bozorga selishiga sabab bo'ldi. Shuning bilan endi hozir Amerikada emas, balki Angliya va boshqa Yevropa davlatlarida qarsa bo'libmi Yevropada hozir mushu ulug' almashtirish nazariyasidan vahimlangan bir turkum aqtanlik irqchilar va aşırı o'ngchillar o'ttirg'i chiqib, ko'chmanlikka jumladan aqtanlik bo'lmagan davlatdan kelayotgan ko'chmanlarga qarta intayin qattiq inkas bildiryotdi. Buning ichida endi ensirash nima degan vaqtida kunsiri ko'payayotgan aqtanlik bo'lmagan ko'chmanlarning sonininki g'arb davlatlarda jumladan Anglo-Sakson dunyosidagi eshishi yerlik bo'lgan Anglo-Saksonlarni osonlikqa tushirib, ularni eng oxirsida bularninki aholi ustunligini vayron qilish orqali bularni nima deydi? Aqtanliklarni yo'qotdi. Hattoki ba'zilar buni aqtanliklarninki irqiy qirg'inchilik bo'lyotdi deb bu xil shaklda ifodalashga boshlaydi. Bu taqa umumiyatga qarash emas. Hamda bu qarashga qarab, mayli bu qancha rost bo'lsin, yolg'on bo'lsin, hamda Amerikadagi ish o'rinlari qarasak, hozir masalan yaqinda Hindistonlik ishchilarga va ko'chmanlarga bo'lgan qarshilik Amerikada yuqori pallaga ko'tarilyapti. Nima uchun? Hindistonliklar Amerikaga mush vizdan kelayotganlarninki ko'pinchisi Hindistonliklar. Hatto bir materialda ko'rsam 91% Hindistonlik kelmish. Men to'liq bilmayman. Vivek deganim Hindistonlik. Yoki Tamil bo'lsa, shu kulturga tava deb qaraladi. Bularninki masalan Amerikadagi yillik kirimninki nimasiga qarasak, jadvalga qarasak, Amerikadagi birinchi nomerlik yillik kirim eng yuqorilar Yahudilar. $150,000 o'ttirchi hisob bilan. Anandan keyin Hindilar 120 ming. Anandan keyin Filippinliklar. Anandan keyin Tayvanliklar. Qatarliklar bo'lib, Amerikalikdagi aqtanliklarninki $60,000 yillik kirimi. Shunda bo'lgan vaqtida bu Hindistonliklarninki, kelayotgan Hindistonliklarninki hammasi eliqinoati maliklik yaxshi o'qigan Hindistonlik bo'lib qolmay, yaqinqi mezgillardan beri Hindistonliklar ekilish orqali Amerikaliklar xolamaydigan ushaq-tushak ishlar, masalan, tozlik qilish, hotel yoki mehmonsaroy mulozimati qatorliq ishlatish qatorliqlarni selinyapti deb qaralib, bular bo'lgan qarshilik haslab eshyapti. Texidimi muhimi Elon Musk bilan Vivek yaqinda H1 vizini isloq qilib, texidimi ko'p ko'chmanlarni, texidimi ko'p best and bright dedi bular. Best deganim eng yaxshi va eng istiqbolliq ko'chmanlarni Amerikaga jalb qilish orqali Amerikaninki hozirgi to'xtab qolgan iqtisodni yaxshilash kerak degan vaqtida dal ana shu Amerikadagi aqtanlik o'ngchilar va irqchilar buni moyatda Elon Musk'ninki azan emgak kuchlarini kirish orqali tannarxni azaytib, texidimi ko'p pul tepishni ko'zlagan razil uyum deb Elon Musk'ni xil nurg'unlari ayblab, Elon Musk'ni insoniyatni qutqizadigan deganlar hozir cho'chib, Elon Musk bilan Vivek ikkisini tillashga boshladi. Uni endi biz bir narsani bilamiz. Kapitalistlarninki iqtisodiy qarasak, oddiy dehqonchilik desak, ikki narsani tannarxini qattiq qisish orqali, chiqimini qisish orqali buni foydali hamda. Birsi emgakchilarning ish haqi,
ikkinchisi ham materiallarınki tannarxi. Malarning qilayotgani emgakchilarninki ish haqini qisish, ularga az ish haqi berish orqali texnimi ko'p pul tepishni maqsad qilayotgan ish bu. Bu bir xil yasalmalik, aldamchilik deb qaralyapti. Shu sababdanki Elon Musk bilan Vivek qartilgan hujumlar g'oyat zo'r bir chekka chiqyapti hozir. Hamda Hindistonlik ko'chmanlarga bo'lgan qarshilikmi eshib, hozir butun hindi kulturini tillaydigan, setlashtiradigan, endi men bir xil desam, buni bir xil hindufobiya, ya'ni hindu qo'rqi, Hindistonliklar qo'rqu barliqim kelyapti Amerikada. Hamda g'alit yeri, qiziqarli yeri, bu diqqat qiladigan bir nuqta bor. Abay dedim-ku, hech qanday ish tasodifiy bo'lmaydi. Hamda bu Angliyada Pakistonlik musulmon yoshlarning 120 ming yerlik qizlarga jinsiy tajovuzga qilganlik masalasi qayta o'tirib chiqarilib, buni yo'shirib qolgan hukumat xodimlari jumladan Angliyaning hozirgi bosh ministerining qo'li bog'liq o'tirib chiqib, Hindistonliklar qaratilayotgan hujum Pokistonlik musulmonlarga yo'naltirilyapti. Bu yerda bir tasodifiylik yo'q. Bu jinoyat bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu tashkilotga jinoyat, buningga men o'zimning fikrimni bildirmayman, ammo Yevropada musulmonlarga abayman degandek ulug' almashtirish nazariyasi va buningga ergashgan irqchilik kayfiyatlarining kuchayishiga ergashib, musulmonlarga qarshilik kunsiri kuchayyapti. Masalan, Germaniyada AfD deydigan bir partiya var. Buni irqchi partiya deb qaraldi. Buningki saylanib o'tish ehtimollik intayin yuqori. Gollandiyada zaten o'ngchi partiya ustunlik egalladi, lekin u ilqi bir hamkorlikni qamlashtirolmadi boshqa partiyalar bilan birlashibdi. Shvetsiyada ham shunday bo'lyapti, Avstriyada ham o'ngchilik bosh ko'taryapti. Endi bu Angliyaga bo'lsa, Fransiyada Le Pen'ninki nemisimi partiyasimi bu yerda Macron'ninki partiyasiga tahdid shakllantirib qatorliqlar. Ama en ahirisi bağa vaqtda bu yerda musulmon ko'chmanlarga bo'lgan bir g'oyat zo'r bir qarshi iqlim bo'lyapti. Bu Amerikada Amerikadagisi bir qadar murakkabroq. Chunki Amerikadagi bu masalan Amerikani qaytadan ulug' qilish kerak yoki MAGA degan shuarning ostida Trumpningki rahbarligiga ergashayotgan Amerikaliklarning ichida hozir ikkiga bo'linyapti hozir bular. Birisi Elon Musk bilan Vivek ve başka kooperatsiya liderlerininki ta'siri kontrollik ostida bo'lmasmi, ta'siri ostidagi yangi bir hukumat. Bu ko'chmanlikni qo'llaydi. Hamda bu nima yana bir kichik bir iqlim barliq kelyapti. Bu Amerika birinchi deb buningki asosiy nishoni musulmonlarga ko'ra bular Yahudilar qarşıladı. Bularninki asosiy nishonlarida Amerika'nın Yahudilarninki kontrol, yani İsrail'nin demekçi. İsrail hükümetininki kontrolükten kurtulup Amerika özüge hoca bir devletke ayrılış gerektir. Bu tokunuş, muş iki grup oturusiki tokunuş, Trump'ninki kelgisiki 3 yıllık siyasetine, öyle oğunçulukla solçuluk otur tokunuşunu bir göre, oğunçulukun içindeki bu iki çoğun cihet, bu iki kanat oturusiki tokunuş, onu xili alsırtıdı. Amerika'nın siyasetine uzak belge edip etkiye vaxtıda o kadar oğuşluk olması mümkün. En ahırda ben hem de sizin sualınızı yine bir nokta tepki gitti. Bu Department of Government Efficiency değil. Hükümet ünümü bu hükümetin bir ministerlik emez. Bu fakat Elon Musk bilen Vivek Ramaswamy'den ibaret 2 milyarder tarafından oturup koyulgan məsləhətçilik karakterdeki bir mexanizm. Bula federal hükümetninki haddidan ziyada israfxorluğunu kengaytib, kam deganda 2 trilyon dollarını tejashni chiqish qilyapti. 2 trilyon dollar Amerikaninki yillik hamchotininki 3'ten 1 qismini egallaydi. Yani 6 trilyon bo'lsa 2 trilyoni bu bo'ladi. Uning ustiga unutib qolmaylikki, Amerikaninki federal hukumatlarininki ichki qarzi 36 trilyon
trilyon dollarga yetdi. Bu 2 trilyon degan tehe beklaz gap bu 36 trilyonga bağlı vaqtida. Şu Amerikada hazır federal hükümetlerninki çıkımını ciddi azaltmasa Amerika hükümetininki federal mekanizmininki unuş yürüyüşü ağır tosqunluq uçraydı. Bana bu şunda ketip atkan Amerika qısırıp ötekitey bir mesxirini özüden karılma Ukrayna'ya milyardlagan dollarını septirmedi. Bu acayip iş bu. Şuna gepimiz qaytib kelsek, eğer bu çıkım azaltılmasa bu vakitte Amerika'nınki diyelim kelgisi xatarlik oldu. Ama hem de bu yerde bunda bir endişim var. Bu hem benim şahsi endişem bu bunun içinde. Yani kooperasyonunki yani yer şarı kooperasyonunki Amerika Katarlık devletlerinin siyasetdeki arılışı bağımsız küçüğü vardı. En ahırsta kooperasyonlar intayın bay hazır. Abay deginimde mesela BlackRock degen şirketninki 11 trilyon meblağ var. Dünyadaki çoğun şirketlerinin hemmisinde bundan pay çeki var. Nurgulgan şirketlerini bir buyruklarla ayak keltireleydi bular. Bunu bir devlet kılanmaydı. Hatta Amerika'm kılanmaydı. Bu benim çoğunkur endişemle kozgaydı. Çünkü devlet kembeğelleşivatkan, kooperasyonlar bağımsız bay buluvatkan ahval aslında kooperasyonlar aval devletlerini işletiş arkalık özünün baylıqını küçeytse şundan bir vakitte en ahırsta devletlerini beka kılıp dünyavi bir iqtisadi gavdar kılıp insaniyetini kontrol kılışın ihtimallıqı tarixinin her qanday vaqtidagidin mu hazır real bir mesele ayını kıladı. Şu sebepten bu ikisininki bu işe arılışı gerçi çoğun noktadan yaxşıda görünsümü çoğunkur noktadan biyaram kıldı. Nurgun adamlarını. Biyaram kılışın bir şey bulunan saxtalıqı özününki erkek gücünü azaltış yani tenlerxini azaltış gözü. Yanı bir taraftan bula hazır bulap mı Vivek'ninki bir kıtımlık bir nutkuda bir nesini galit bir nesini oturup koydu bu. Yani federal hükümetninki işçi hizmetçilerini kanda bir taraf kılışta sünni akıldan paydalanış ideyasını oturup koydu bu. Yani bu yerde bir adillik yok. Sünni akıl kimni işten boşlayacak. Yani pat arada Amerika'da net 100 minliğen federal işçi hizmetçiler işten kaldırılmış mümkün. Amerika'da çoğun bir ictimai ve iqtisadi davalgış batığı. Bunda bu kalsa. Çünkü bu 2 trilyonunu kemetişte nurgulluğun federal organlarını kıskartış, adamlarını ve başka sermayelerini kıskartış katarlık yaman kıyım bir ıslahat devrini baştan geçirdi. Bu nurgun adamlarının işsiz kılışını keltirip çıkardı. Hem de biz hazır sünni akıl kontrollük iliniyatkan bir dünyada yaşavatkanlığımız tüpeyle bu yeni iş fırsatları bağımsız az buluvatıdı. Bunda ahval aslında bu işten boştulganlarınki damallıqa bir yeni bir işe kirişi kıyım buldu. Kıyım bolgandan ularninki qarzgaga öğlerinin pulunu töleşi, hatta ki gündelik turmuşunu bir iqtisadi ahvalını qamday alışı, ihtiyacını qamday alışı xeyli ta'sir küçüydü. Bu cihatdan elip etqa vaqtida agar bu közümüzni boyab turib sünni aql orqali insanlarni kontrol qilishdan boshlanish bo'lish mumkinchiligi bor. Buni Xitoy o'rnatdi. Buni bilamiz-ku. Xitoyning ijtimoiy kredit sistemasi deydigan bir sistemasi bor. Bu orqali Xitoy fuqarolarini umumyuzlik bir digital yoki raqamlashgan turmaga solab bo'ldi hozir. Ya'ni ikki pul to'laydi bular. Alipay bilan WeChat'dan pul to'laydi bular. Bu to'langan pullar belgilik ijtimoiy kredit nomerlari orqali boshqarildi. Ular boysunmasa kanunga ve ijtimoiy tüzümlüge, tertiplige ularning nomeri tatıldı. Tatılganlarınki hatta bazardan nan ilish huquqim bo'lmaydi. Uni ölish kerak. Endi bunda bir narsa asta Amerikaga turli chiroyli nomlar bilan akirlibatamdi deydigan bir umumyuzlik bir endişim bor. Endi yig'ib kelsam, H1B vizadan o'ttirib chiqayotgan bu talaş tartışlar en ahırsta
Amerika ve Avrupa'da aktellikler bilen aktellik bombagallar oturuştaki ırkı tokunuşunu kelgüçte biz kıyas kılanmaydıgan derecede Abdülmelal efendinin avazı üzülüp gitti. Nemeden to'rtinchi taq chiqqan bo'lishi mumkin. Boyi men so'zlagan chog'da nimaniki Putinning shaxsiy aeroplani deb bir xato gapni qilibdiman. Shaxsiy aeroplan demoqchi o'g'lim prezidental aeroplan, hukumatninki Putin o'ltirgan aeroplan demoqchi. Onu da biz bir tuzitish bo'lsin. H1B viza degan gap bu yerda shuning Amerika foydasi bormi, ziyni bormi degandan talash tortish qilib oxiri kelganda H1B viza bo'lsa bo'ladi deganni Trump qo'shildi bunga. Bunda bo'lganda bundan keyin H1B viza bilan Amerikaga kiradiganlarning yo'li ochildi. Asosan shunday bo'ldi deb qaraymiz. Endi H1B vizada endi adil bo'lish talab qilinadigan yeri bor. Shunga hukumatdagi isrofchilikni, adolatsizlikni tugatishga qurilgan DAJ degan bu departament hamda buningki roli mening qarashimda cho'ng bo'lishi kerak. Bu hukumatga isrofchilikni tugata olsa, Amerikaningki texnik taraqqiy qilishiga, kelgusiga cho'qim foydasi bo'ladi deb qaraymiz. Abdulmelal efendimninki to'g'ri uzilib ketdi. Shunga men bu programmani tugatay. Bugun bizning vaqtimizni bir yak beribdi. Yuqorida bak yaxshi suhbat bo'ldi. Bundan keyin Abdulmelal efendim bilan biz Aqtashlik kitob to'g'risida suhbatni boshlaymiz. Bu necha qismga bo'linishi mumkin, chunki kitobimiz cho'ng. Buni oldin xabar qilamiz. Bugun bu programmaga ajratgan vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Bugun biz Amerika to'g'risida, Amerika vaziyati to'g'risida, dunyo vaziyati to'g'risida suhbatlashdik. Hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Hammanglarga Alloh omonat xayr.